o'tmoqchimiz. Takror aytmoqchiman, Lili brendi siz uchun omad kaliti shousini tashkillagan va har oyning 1 va 15 sanalarida ajoyib bo'lgan sovg'alar, sovrinlar sizni kutyapti va men bir qator sizni aynan 1-15 sanada bo'ladigan shoularimizda nimalar kutayotganini ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Demakki, Bodo mini elektromobili 1-sanada o'tkaziladigan shoumizda bosh sovrin sifatida qo'yilgan. Undan tashqari 10 ta qimmatbaho maishiy texnika va ko'plab qimmatbaho sovg'alar sizni kutyapti. Qanday qilib bu sovg'alarni men yutib olishim mumkin? Qanday qilib, voy, tasavvur qilyapsizmi, elektromobili, siz elektromobil yutib olishingiz mumkin mana shu Lili brendiga qarashli mahsulotlarni xarid qilish orqali. Oddiy sharti ta'kidlab o'tganimizdek, har birida promokodlar bor. Siz promokodlarni botimizga yuborasiz. Qaysi botga, qayerdan topsam bo'ladi bu botni? Birorta joyda yozib qo'yasizlarmi desangiz, mana mahsulot ustida Telegram botlar yozilgan. Poisk orqali qidirasiz va promokodni kiritib, siz mana shu o'yinni, mana shu loyihaning ishtirokchisiga aylanasiz. Qarshi bo'lmasangiz mahsulotni men joyiga qo'yib qo'yaman va ikkinchi yana bir ma'lumot aytmoqchiman. Faqatgina bir marta yuborsam bo'ldimi? 5 ta yuborsam yoki 15 ta yuborsam, 25 ta yuborsam, sal foydasi menga ko'proq bo'lmaydimi degan fikr ham hozir sizda tug'ilishi mumkin. To'g'ri. Agar siz promokodni ko'proq yuboradigan bo'lsangiz, albatta top 10 talikka kirish imkoniyati ham sizda bo'ladi va albatta mana shu top 10 talik jarayonlarida alohida taqdirlanadigan bizda jarayonlar bor. Ya'ni biz top 10 ta ishtirokchilarimizni alohida taqdirlaymiz. Ya'ni siz qanchalik ko'p bizga promokodlarni yuboradigan bo'lsangiz, sizni ballaringiz soni oshib boradi va bizda maxsus top 10 talikka kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'sh. Ha. Hozir qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Efir paytida shunaqa menga qo'shimcha ma'lumotlar aytib turishsa, to'g'ri tushunasizlar. Mahsulotlarimiz 1000 so'm, 2000 so'm juda ham cho'ntakbop. Siz istalgancha xarid qilib, elektromobil tasavvur qilyapsiz, 1000 so'm, 2000 so'mlik mahsulotlarni xarid qilib, aynan siz elektromobil yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ta'kidlab o'tganimdek, siz bizga promokodlarni kodini yuborish orqali ikki xil yo'nalishda taqdirlanish kutyapti. Birinchisi, random programmasida bizga shunchaki promokod yuborganlardan albatta aniqlaymiz. Ikkinchisi, bizda top 10 talik bor va aynan mana shu top 10 talikdan agar siz ko'proq promokodlar orqali reyting ballaringizni yuqori qilib borsangiz, sizni alohida aniq tasdiqlaydigan jarayonimiz ham bor. Ya'ni qancha promokod ko'p yuborilsa, sizning reytingingiz 300